Do'stlar, mana shu bugungi videomiz qaylarda odamlar ko'rdi bilmadim, lekin men o'zim bu narsani ancha o'rganib, o'qib chiqib, izlanib yuraman. Ancha oldindan beri men bunaqa politika, bunaqa narsalarga, siyosat narsalarga qiziqaman. Patent admin bo'ladimi degan akalarimiz uchun qisqacha men sizlarga o'zimni bilganlarimni aytib bermoqchiman. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Kim bizni fikrimizga, videomizga qo'shiladigan bo'lsa, gapingiz to'g'ri degan kommentariyani yozuvda albatta qoldiring. Videoni o'tmasdan kuzatib boring. Katta ehtimol bilan patent admin bo'ladimi, yo'qmi? Bu global hayotda nimalar bo'lyapti? Sizlarga qisqacha mana shu videoda ozgina gaplashib o'tamiz, lekin sizlar uchun mazmunli, yaxshi video bo'ladi albatta. O'tkazmasdan kuzatib boringlar va kommentariyaga prosta yozmay qo'yavering. Endi ba'zi bir bunaqa narsalarni, politika narsalarni tushunmaydigan odamlar bor. Prosta yozmay qo'yavering. Shu fikrga qo'shiladiganlar, albatta shu videoni ko'rayotganlar to'g'ri degan yozuvni kommentariyada qoldiringlar. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha kuzatib boringlar. Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari. Shuningdek, Kirgiziston, Tojikiston, Ozarbayjon va Turkiyaga tez va qulay. Yaqinlaringiz Mir Privilegiy ilovasi orqali so'mda kartalarga yoki ofislarda naqd pul ko'rinishida qabul qilishi mumkin. Komissiyasiz. Qulay kurs har qanday bank kartasidan o'tkazma qilish mumkin. 4-7lik promokodini ishlating va yanada ko'proq foyda oling. Mir Privilegiy banki. Eng yaxshisi faqat siz uchun. Ishonchli aviabiletlarga bemalol Metro Kankova 6-liniya 3-vxotga murojaat qilaverasizlar. 3-vxotdan chiqqanda yo'l aviakassa shaxsan o'zimniki anchadan beri shug'ullanaman. Bemalol ishonchli murojaat qilishlaring mumkin. Va birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz ssilkasi bor. Albatta o'tib obuna bo'lsalaring, shu yerda yangiliklar bilan, biletlar bilan tanishib borasizlar. Va o'sha Telegram kanalimizda Max ham bor. Maxga ham o'tib obuna bo'linglar. Kimda gosuslugasi hammasi подтверждение bo'lgan bo'lsa, уведомление topshirishni bilmasa, mana shu adresimizga kelsalaring, gosluga ham do'stligingizdan уведомлениyangizni topshirib beramiz va undan tashqari port запрет выдворения patent kuygani tekshirish xizmatlarimiz ham bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar ekan. Videoni o'tkazmasdan kuzatib boring. Do'stlar, mana shu bugungi videomiz patent haqida juda ko'pchilik qayerda ko'rgan bu videoni bilmadim, lekin patent haqida ko'p savollar berilyapti. 2027-yildan katta ehtimol bilan patent yo'qolishi mumkin degan gaplar bo'lyapti. Bunga men qisqacha bir o'zimni tushungan narsamni aytib bermoqchiman. Men bu narsani masalan men o'zim ko'p qiziqaman, qana bir siyosatga, bir global jahonda bo'layotgan narsalarga. Masalan, mana shu Rossiyaning o'zida migratsiya sohasida qilinayotgan va qilinishi kerak bo'lgan islohotlar haqida ko'p bu narsa haqida o'qiyman, o'rganib chiqaman. Men shundan kelib chiqib aytamanki, bu bor narsa 2027-yil dan boshlab katta ehtimol bilan haqiqatda patent yo'qolishi mumkin. Lekin kommentariyaga yozadiganlarga men yana bir marta aytib o'tmoqchiman. Bekorda aytibsan. Bu bo'lmagan narsa, hali beri bunaqa bo'lishiga bor degan har xil gaplar bo'lishi mumkin. Endi bundoqda avvalambor bo'lmasin. Avvalambor bo'ladimi, yo'qmi, bu haqda biz ham toshni bilmaymiz. Biz ham hech qanaqa toshni informatsiya bera olmaymiz. Lekin men o'zim o'rganib o'qib chiqqan narsalarga asoslanib aytmoqchimanki, ya'ni bezvizli rejim bo'ladi. Ya'ni ortnabor degan narsa, u oldin bu narsalar, men bu narsani o'qib chiqdim. SSSR paytida ham qo'llanilgan bu narsalar. Masalan, Dalniy Vostok bir qanaqadir uzoq Rossiyaning o'lkalariga davlat orqali o'sha shartnoma orqali u paytda qizil bayroq bo'lgan, SSSR bo'lgan. Shu masalan O'zbekistondan, u yoqdan bu yoqdan u paytda bitta davlat bo'lgan, lekin shartnoma orqali ishlarga olib borib shartnoma orqali ishlatishgan. Masalan, siz 1 yilga shu yerga dogovor qilib bordingizmi, o'sha yerda ishlaysiz. Boshqa joyda ishlay olmaysiz. Ya'ni bezvizli rejim bo'ladi. Ya'ni viza bo'lmaydi-yu, lekin siz Rossiyaga keladigan bo'lsangiz, O'zbekistonda turib, mehnat konsulliklari orqali barcha ish ro'yxatlari bilan tanishib chiqasiz. Tanishib chiqqaningizdan keyin sizga ma'qul kelganiga hujjat tayyorlanadi va siz faqat o'sha ruxsatnoma qog'oz bilan, shartnoma qog'oz bilan Rossiya Federatsiyasiga kirib kelasiz. Oldingiga o'xshash prosta takka shunday bilet olib uchib kela olmaysiz. Sizni pogranichniy kontroldan o'tkazmaydi. Endi buni katta ehtimol bilan migratsiya siyosatini uzog'i 2030-yilgacha juda katta islohotlar bilan o'zgartirmoqchi Rossiya Federatsiyasi. Bitta narsa borki, baribir sheyda Yevropa hammamiz sheyda ishlayapmiz, katta ehtimol bilan bizga hech qachon baribir do'st bo'lmaydi. Nimagaki, global jahonda bo'layotgan voqeliklar bilan o'zlaring tanishib chiqyapsizlar mana.
Bolalarni Falastinda qirib tashladi, bolalarni o'ldirib tashlayapti. Mana insoniyatni nima desa bo'ladi, vayronkor holatlarga olib kelyapti. Suvsiz och nahor qoldirib, yosh bolalarni o'ldirib, mana bu davlatga urush ochib, global hayotda bo'layotgan voqelikni o'zlaring ko'rib turibsizlar. Bundan kelib chiqib, buni oxiri nima bilan tugaydi? Mana shunaqa bezvizli rejim bo'ladi. Bu narsalarga bir faktlarni keltirib o'tishim mumkin. Mana birinchi chiqdi dastilaskopiya, отпечатка barmoq izi. Go'smusluga majburiy bo'ldi. Kamiga отпечатка biometriskiy danni bo'ldi. Biometriyadan o'tish kerak bo'ldi majburiy. Biometriyadan o'tmagan sim karta ola olmaydi. Sim kartani ham go'slugadan подтверждение qilish. Siz o'zi aeroportdan kelayotib отпечатка palsa topshirasiz, biometriya topshirib aeroportdan chegaradan kirib kelyapsiz, ketyapsiz, ham shu holat qilib ketyapsiz. Qaytishingizda Sakharovaga borganingizda ham shu holat. Sakharovaga borganingizda ham shu holat. Отпечатка berasiz, kirib kelyapsiz, beryapsiz, Rossiyaga chiqib ketyapsiz, beryapsiz, biometriya отпечатка Sakharovaga borib yana beryapsiz. Biometriyadan o'tyapsiz, go'slugadan o'tyapsiz. Mana RUID bo'lyapti orqasidan 2026-yil 1-iyuldan boshlab. Xullas shunga o'xshash mana o'zlaring ko'rib turibsizlar nima bo'layotganini. Buni bir nima desa bo'ladi? Pashagoviy qadam desa bo'ladi. Ya'ni asta mana shu narsalarga уже kirib keldi. Bu degani sifrovoy kontrol. O'ta jostki darajada sifrovoy kontrol bo'ladi. Xullas siz shartnoma qilasiz, O'zbekistonda turib, O'zbekistondagi hujjat orqali kelasiz. Ushbu hujjat orqali Rossiya chegarasiga kirib kelasiz. Sizni chiqishingizga aeroportdan mana shu siz shartnoma qilgan konsulliklar sizni olib ketadi. Buni nima uchun qilyapti? Bu katta foyda olib keladi Rossiyaga. Nimagaki biz hozir 10 mingdan oyga patent to'layapmiz deymiz. U 10 mingdan patentni Rossiya davlat g'aznasiga, byudjetiga necha pul tushishini masalan bilaman men. Oldin narigi yil 3 ming qanchami shunaqa edi, 4 ming qanchami shunaqa. Bilasizlar, mana ish beruvchilar sizga eng past oylik qilib trudovой договор beradi. Masalan, siz 180 ming, 200 ming oylik olasiz, sizga eng past ish haqqi ko'rsatib, sizga kopeyku nalog to'laydi. Bu o'sha narsalarni oldini olish, masalan, unda byudjetga chem patentdan ko'ra zo'r pul tushadi deb o'ylayman. Sababi shartnoma bilan kelgandan keyin har bir ish beruvchi katta firma tashkilotlar majburiy har bir odamga to'lanadigan to'liq 100% ning nalogni to'laydi. Bu degani patentdan zo'r pul tushadi. Patentga qaraganda o'sha firmalarga yuklatilgani, o'sha orq naborga yuklatilgani bu davlat g'aznasiga o'ta zo'r pul olib keladi va siz boshqa joyga chiqib ishlay olmaysiz. Xullas shunaqa narsa. Ko'p misollar bor, keltirib beramiz desak. Xullas shunaqa do'stlar. Endi bizning migrantlarda yana bir gap bor. Biz o'zbek, tojik hammamiz bir millatmizki, to'g'risini aytish kerak, tan olish kerak. Rossiyasiga ham deymiz. Yevropaga harakat qilamiz, Rossiyada non qolmadi deymiz, u deymiz, bu deymiz. Mana vaqti kelganda amunitsiya berildi narigi yil, patenti kuyganlar ham borib olishi mumkin deb amunitsiya berildi. Odamlar buni cho'zadi deb yurdi qilmasdan mayli 2-marta sentyabr oyigacha yana cho'zdi. Sentyabrda endi bu yog'ini baribir iloji yo'q, yangi yilgacha cho'zadi dedi. Yangi yilgacha umuman cho'zmasdan tapataq to'xtatgandan keyin dodvoy ochirit Sakharovada mana bir-birining ustiga chiqib o'lib ham ketdi odamlar. Endi nima demoqchiman? Biz boshimizga bir narsa kelmasdan oldinroq, bundoq uzoq qarab turib ish yuritmaymiz-da. Birdaniga o'sha narsa bo'lib ketgandan keyin Rossiyasi ham tugadi, ish qolmadi. Bularga biletdan ketinglar, Yevropaga boringlar. Avvalambor hech qayerga bormaslik kerak. Hamma o'sha o'zini vatanida gullab yashnab ketish kerak, lekin degan narsa bor. O'shaning uchun men nima uchun aytmoqchiman? Oldinroq o'sha narsalarga tayyorgarlik ko'rish kerak. Oldinroq o'sha narsalarga qanaqadir o'qib, o'rganib, bu migratsiya sohasida nimalar bo'lyapti? Siz Yevropaga ketasizmi, bundan keyin Rossiyada sizga ish qolmadimi, non qolmadimi? Birdaniga boshga bir g'alaba tushgandan keyin undoq ekan, bundoq ekan deb qonuniy yo'llarni qidirmasdan, shuncha paytgacha qonunga e'tiborsizlik qilib yurib, endi birdaniga shu holat bo'lib, quvdi-suvdi bo'lgandan keyin nolimasdan Rossiya undoq ekan, bundoq ekan, ish qolmadi, Yevropaga ketamiz, qilamiz, bu qilamiz demasdan, o'shaning uchun aytmoqchiman, oldindan bir tayyorgarlik ko'rib, oldindan bir o'z harakatimizni qilib borsak, o'ta yaxshi bo'ladi. Endi 100% ehtimol bilan atmay bo'ladimi, yo'qmi bilmadim, lekin men bu unaqa siyosat, politika, migratsionni vapros bunaqa narsalarni men juda qiziqaman, juda o'qib chiqaman. Shu ancha oldin o'qib chiqqan narsalarning hammasi hozir bo'lyapti.
Lekin bo'lganda ham o'ta tezlashib ketdi. O'ta darajada tezlashib ketdi. O'shaning uchun hammalaringni avvalambor Alloh o'zi asrasin. Rizq Allohdan. Qayda bo'lmasak ham avvalambor rizqimizni butun qilib bersin. Xullas, videoni qisqamasdan kuzatib olinglar. Mana shu videoni ko'pchilikka like bosib, tarqatib qo'yinglar va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.